sifat qo'shiladi. Shunaqa, shuning uchun mana qancha pul topasiz ahamiyati yo'q. O'g'lingizni xuddi faqrdek katta qiling, qizingizni xuddi bir ularni qiroldek, qirolichadek katta qilishingiz kerak. Hayotida shunaqa shahzodalar paydo bo'lib qolmasin. Siz uni eng aniq shunaqa. Siz har kuni gul berib sovg'a qilingki, ko'chadagi bir buket gul uni aldab qo'ymasin xursandchiligi bilan. Sog'lom bola degan Hazrat kitoblari bor-da. Ilovasi bor. Hilol nashri, Hilol e-book degan bepul. Hattoki bu kitob bepul qilib qo'yilgan, sotib olmang. Ilovani sketch qilib kirsangiz, bepullarda turadi. Katta kitob emas, broshura sifatida bir 50-60 bet kitobda sog'lom bola deganda o'sha joyda bolani tarbiyalash bo'yicha shaxsiy tajribada ulamolar aytgan fikrlarni yozib ketganlar. Ana o'sha yerda yozilganda farzand tarbiyasida qozoningiz qanchalik kut bo'lsin, xalidingiz qanchalik zo'r bo'lsin, ba'zi kunlar qotgan non bilan suvga botirib yeyish ham kerak. U o'sha kun bo'lish mumkinligi bo'lganda dovdirab qolib, shu kun bilan kunini o'tkazayotganlarni his qilish. O'ta g'oyalari ko'p, ya'ni o'sha yerda tajribada yozilgan narsalarni qilish muhimroqda. Bolalarda eng katta narsa katta hayotga tayyorlash shunaqa bo'lar ekanda. Bir umr yetaklar faraz qiling, velosipedda yuribdi bola. U yiqilib tushmasin deb orqasidan ushlab turasiz. Ertaga mashqul yo'q qo'ygan nima bo'ladi? Birinchi qadam unaqa qilinadi. Qo'yib berish kerak. Ya'ni xavfdan yiqilish bo'lsin, yiqilishi unga xavf katta nogiron qo'yadigan darajada emas. Yiqilsin, shilinsin, tursin, davom etsin. Yiqilishlar orqali davom eta oling. Ba'zi ota-onalar bor, biz ko'ramiz maktabda. Bolani haligacha qo'yib yuborilmaganda. Haligacha bola magazin kirib nima olishini, misol uchun sut olgansa magazinga borib, qaysi biridan olay? Bu yo'q ekan, endi nima qilay? Bunisi yo'q ekan, qanaqa? Qaror berish, muammoni yechish, mas'uliyatni olish, hal qilish degan tushunchalar yo'qda va bola uy bolasi bo'lib qolganda. Va bola ertaga 3 yil o'tar, to'g'ri uylanish kerak-ku. Bitta oilaning rahbari bo'lish va ertaga achinasda bola qiynaladi. Ya'ni uchishga o'rgatilmaganda ozginadan keyin ochuv osmonga tashlab yuborgandek gapda. Shuning uchun ba'zi ota-onalarga qo'yib bering. Mana safarga chiqamiz, bolalarni ta'lim sayohatiga boramiz. Bor ko'zing bilan ko'r. O'sha yerda o'qiyotgan bolalar bilan gaplashtiramiz. Nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, nima qilish kerak bo'lib kelish uchun kelganda qanaqa hayot tarzi nima bo'ladi. Gaplashamiz, haftasiga 60 soat dars qilamiz deyapti-da. Sen shu narsani qabul qila olasan, kuniga 10 soat, 9 soat, ya'ni nima bo'lyapti, qanaqa dars bo'lyapti, o'shalarni ko'z bilan ko'rsa, eshitgandan, o'qigandan ko'ra boshqacha baribir ta'sir qiladi-da. O'sha yerda borganimizda bolalarni olib yuramiz-ku. Deylik 10 ta simvolishli raqam olsa, 7-8 tasi ota-onasi har soatda telefon qiladi, yaxshi bo'lsan, ovqatlandingmi, yaxshi uxladingmi, doringni ichdingmi, masalan. 2-3 tasiga ota-onasi qilmaydi. Kechqurun bir xabar olib qoladi, yaxshi bo'lsan, tuzmaysan, qo'yib beradi. Ishonganda, ya'ni bolasini doimiy nazorat, yoshi katta bolalar, misol uchun 3-4 sinf bo'lsa tushunasiz. 9-10 sinf bolalar haqida gaplashyapmiz. Ularni o'sha qo'yib olishimiz kerak. U bolalar ozgina his qilish kerak-da. Samosiyatlanadi, o'zini o'zi erta javobgar shaxs sifatida qarorlariga oqibati borligini his qilish kerak. Shu narsani qo'yib yuborgisi kelmaydi. Shu taraflama